Farishta haykali. Bir oila aylangani shaharga ketishadi. Farzandlarini har doim topshiradigan enagaga topshirib ketishadi. Enaga uyga kirganda farzandlar uxlab yotgan bo'ladi. Ularga faqat xavfsizligiga qarab turish kerak bo'ladi. Ozgina vaqtdan keyin enaga zerikadi va televizor ko'rmoqchi bo'ladi. Lekin televizor faqat ota-onasining xonasida bo'ladi. Enaga bolalarni ota-onasiga qo'ng'iroq qilib, "Iltimos, xonangizda televizor ko'rib o'tirsam bo'ladimi? Bolalar uxlayapti, zerikib ketdim" deydi. "Ha" deb javob berishadi. Shunda enaga yana, "Iltimos, xonadagi farishtani haykalini berkitib qo'ysam bo'ladimi? Ustiga nimadir yopib qo'ysam bo'ladimi? Qo'rqib ketyapman" deb aytadi. Shunda bolalarning otasi tez telefonni olib, "Bolalarni olib, tezroq uydan chiqib ketinglar. Uyda hech qanaqa farishta haykali yo'q" deb aytadi va politsiyaga qo'ng'iroq qilganini aytadi. Ota-ona va politsiya uyga kelganda bolalar va enagani o'lik holda topishadi va uyda hech qanaqa farishta haykali bo'lmaydi. Do'stlar, videom yoqqan bo'lsa, like, komment kutib qolaman. Yana shunaqa qo'rqinchli hikoyali video chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga plus qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr.